Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilar. Bugun biz sizlar bilan uchburchak yuzasini topishga doir, ya'ni Geron formulasini isbotlashga harakat qilamiz. Biz boshlaylik. Bizga ixtiyoriy tomonli, ya'ni A, B, C tomonli uchburchak berilgan bo'lsa, biz formulani isbotlash uchun mana bu uchidan C tomonga ikkita balandlik tushirishimiz kerak. Va uni qasd belgilaymiz. C tomonni ikkita qismga bo'lib qo'ydi. Bu tomonni x deydigan bo'lsam, bu tomonni x deb belgilayman. Va A va C tomonlarini orasidagi burchakni alfa deb belgilayman va chap tomondagi to'g'ri burchakli uchburchagimiz uchun kosinus alfani topib ko'raman. Bunda kosinus alfam yopishgan katetni gipotenuzdagi nisbati, ya'ni x taqsim a ga tengligi kelib chiqadi. Va bu tenglikdan biz x ni topib olishimiz kerak. X'imiz barobar bo'ladi shunda a kosinus alfaga. Va ikkita to'g'ri burchakli uchburchagimiz uchun, ya'ni chap va o'ng tomondagi to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Hop, shunda h ning kvadratiga x ning kvadrati qo'shiladigan bo'lsa, chap tomondagi uchburchak uchun a ning kvadratiga teng bo'lishi kerak. O'ng tomondagi uchburchak uchun esa h ning kvadratiga qo'shishimiz kerak c minus x ning kvadratini. Bu teng bo'lishi kerak b ning kvadratiga. Va bu tengliklardan ikkalasidan ham h ning kvadratini topa olishimiz kerak. Birinchi tenglikda h ning kvadrati barobar x kvadratni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsam, a kvadrat minus x kvadrat kelib chiqadi. Hop. Ikkinchi tengligimizdan h kvadratni topa oladigan bo'lsam, b kvadrat minus c minus x ning kvadratligi kelib chiqadi. Va bu ikkita tenglikni bir-biriga tenglashtira olishimiz kerak. Hop, bir-biriga tenglaydigan bo'lsam, qanaqa tenglik hosil bo'ladi? A kvadrat minus x kvadrat teng b kvadrat minus c minus x ning kvadrati teng hosil bo'ladi. Hal socha oladigan bo'lsam, a kvadrat minus x kvadrat teng b kvadrat minus c kvadrat plus 2cx minus x kvadratligi kelib chiqadi. Tengligimizni o'ng va chap tomonida bir xil ifoda bor, minus x kvadrat, ularni qisqartiramiz. Va bu yerdan x topib oladigan bo'lsam, a kvadrat minus b kvadrat plus c kvadrat taqsim 2c teng x ligi kelib chiqadi. Biz hozir topgan mana bu x'imiz bilan yuqorida topgan mana bu x'imizni, ya'ni a kosinus alfamizni bir-biriga tenglashtiramiz. Shunda nima hosil bo'ladi? A kosinus alfa teng a kvadrat minus b kvadrat plus c kvadrat taqsim 2c ligi kelib chiqadi. Bu yerdan kosinus alfani topadigan bo'lsam, kosinus alfam teng bo'ladi a kvadrat minus b kvadrat plus c kvadrat taqsim ana bu yoqqa bo'lib qo'shadigan bo'lsam 2a c ga tengligi kelib chiqadi. Mana bu tenglik bizga keyinroq kerak bo'lib qoladi. Xo'p, biz ishimizni davom ettiramiz. Hop. Bizga ixtiyoriy uchburchak uchun yuza formulasi bor. Ya'ni a ko'paytirilgan c taqsim 2 ko'paytirilgan sinus alfa formula bilan ixtiyoriy uchburchagi yuzasini topishimiz mumkin. Mana shu sinus alfani o'rniga a ko'paytirilgan c taqsim 2 ko'paytirilgan sinus alfani keltirilish formulalaridan kosinus alfaga aylantirishimiz kerak. Ya'ni 1 minus kosinus kvadrat alfani beradi. Mana bu kosinus alfani o'rniga mana endi yuqorida topgan kosinus alfamizni olib kelib qo'yamiz. Ya'ni ac taqsim 2 ko'paytirilgan ilzosti 1 minus a kvadrat minus b kvadrat plus c kvadrat taqsim 2a c ning kvadratini olib kelib qo'yamiz. Va bunga umumiy maxraj beramiz.
Buni mulohaza bersak, AC taqsim 2 ko'paytirilgan ildiz ostida hop 2AC ning kvadrati minus A kvadrat minus B kvadrat plus C kvadratning kvadrati bo'ladi. Taqsim 2AC ning kvadrati. Hop. Mana endi makrojdagi 2AC ning kvadratini ildiz ichidan chiqarib oladigan bo'lsam, AC taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2AC ko'paytirilgan ildiz ostida qoladigan ifoda esa hop 2AC ning kvadrati minus A kvadrat minus B kvadrat plus C kvadratning kvadrati bo'ladi. Bu ham barobar AC'lar qisqarib ketadigan bo'lsa 1 taqsim 4 ko'paytirilgan ildiz ostida. Mana endi ildiz ostidagi ifodamizda A kvadrat minus B kvadrat formula bo'yicha 2AC minus A kvadrat plus B kvadrat minus C kvadrat hamda 2AC plus A kvadrat minus B kvadrat plus C kvadrat ko'rinishda yozib olamiz. Barobar 1 taqsim 4 ildiz ostida. Mana endi birinchi qavsimizni hop B ning kvadrati minus A minus C ning qavs kvadrati sifatida yozishimiz mumkin. Ikkinchi qavsimizni esa A plus C ning kvadrati minus B kvadrat shaklida yozishimiz mumkin. Buni ham barobar 1 taqsim 4 ildiz ostida. Birinchi qavsimizda A kvadrat minus B kvadrat formula bo'yicha yana yozaman. B minus A plus C B plus A minus C. Ikkinchi qavsimizni ham xuddi shunday. A plus C minus B A plus C plus B shaklida ifodalaymiz. Barobar mana endi har bitta qavsimizni birinchi qavsimizni A plus B plus C taqsim 2 minus A deb olishimiz mumkin. Ko'paytirilgan 2. Ko'paytirilgan ikkinchi qavsimizni ham xuddi shunday A plus B plus C taqsim 2 minus C ko'rinishda va ko'paytirilgan buni ham 2. Uchinchi qavsimizni ham A plus B plus C taqsim 2 ayrilgan B ko'paytirilgan 2 va to'rtinchi qavsimizni ham A plus B plus C taqsim 2 ko'paytirilgan 2 ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu ham teng 1 taqsim 4 ildiz ostida. Bitta belgilashga ketishimiz kerak. Ya'ni qanaqa belgilash? Mana bu A plus B plus C taqsim 2 ifodani yarim perimetr, ya'ni P' deb belgilab olishim kerak. Va bu yerda hop P' minus A ko'paytirilgan P' minus C ko'paytirilgan P' minus B ko'paytirilgan P' ko'paytirilgan 16 degan tenglik keladi va ildiz ichidan 16 ni chiqarib olaman. Endi 1 taqsim 4 ildiz ostida 16 dan 4 chiqadi. Ildiz ostida hop tartibga soladigan bo'lsam P' minus A P' minus B P' minus C ifoda hosil bo'ladi. 4 dan 4 chiqarib ketadi va shunda bizda uchburchak yozish uchun Geron formulasi hosil bo'ladi. Ya'ni P' ko'paygan P' minus A